Uqba ibn Amir raziyallohu anhu aytadi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan uqqanman deydi, qaysi musulmon da'rat alib, da'ratni to'liq alib, chiroyli qilib, sunnatga loyiqli qilib, andan keyin namoz o'qiganga tura turgan bo'lsa, yuragi menen dag'i, juzi menen dag'i, boshqa narsa alaqsibay, to'liq ko'ngil qo'yib, bu 5 vojib bo'ldi dedi. Bu ham ne 5? Vojib bo'ldi dedi. So'zsiz degan so'z. Abu Hurayra roziyallohu rivoyat, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qabrning janida o'tib boratib, anan aytgan ekan. Buna qabrning esi kim degan ekan. Sahobalar aytishdir, falancha bir kishi dedilar. O'lgan kishini aytdilar. Payg'ambar aytdi, o'sha 2 rekat o'shiga suykumdirok ele, butkul dunyo qolgan dunyoga qaraganda degan. Ha, chini bu dunyoda da alhamdulillah foydasi, berekesi, nurlari, sirlari, qasiyatleri namozniki evegeysiz. Biroq haqiqati qabrda ko'rasiz. Namozning chiniga haqiqatini o'sha qabrda ko'rasiz. To'lig'i menen oxiratda ko'rasiz. Alloh qiyomat kuni pendeden eng birinchi so'roq ola turgan narsasi namoz degan. Birinchi esepke tortiladi namozdan. Alloh birinchi sizdan namozni so'raydi. Boshqa narsani qo'ya turingiz. Qanday kiyindingiz, emneni ichdingiz, qancha jol to'y o'tkardingiz, qayerga bardingiz, qayerda yurdingiz, to'xta sen namozdan. O'shuning uchun tuğanlar namozga inshaalloh ko'ngil buraylik ekan. G'ayra aytayotganimiz inshaalloh mana. Qabrda aytayotganim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisi keladi. Mushkatli Masabih degan kitobda bor. Adamni qabrga qo'yganda-chi, Payg'ambar hadis aytgan, o'likni jan salat. Qayra jan salat so'roq uchun. Hozir jan yo'q-da, janni qayerga qaytarib salat so'roqqa. O'shonda adamlar bayağı uylarına qaytib ketayotganda, but kiyimdin doğuşul uğat degan. Tıp ketayotganlari doğuşu uğulib turadi ekan, o'likni. Ha, o'shalar ketayotadi, bitdi. Seni gömdü, ketayotadi. Munkar nakir keladi. Munkar nakir degan iki perişte spesialna qabrdagi so'roqqa bo'lingan. Alар betanish, so'zni ma'nosi shunda munkar nakir degan. Siz ömrü ko'rgan emas, birinchi jol ko'rishasiz. Qabrda birinchi joli. Ani siz hech qachon dunyoda ko'rgan emas. Televideniyadan, YouTube'dan, tushdan boshqa ko'rgan emas. Birinchi jol ko'rasiz o'shani. Ana o'shalarni jan salgandan keyin Allar ham so'rayin deydi-da. So'rayin deganda bu ko'zini uqalaydi ekan. Shunday seziladi ekan, hozir kun batayin deb atgan uchur. Ertemenen qo'yildi, kechinde qo'yildi, ayirmasi yo'q. Kun batayin degan uchurda shunday buga sezilgan avval bo'ladi ekanda. Ana aytadi ekan, bular eko so'rayin desa, to'xtab turlachi, men namoz o'qolayin ekan. Deydi-ki, so'ranglarni keyin qilaverasizlar deydi. Hozir men namoz o'qolayin, namoz qazo bo'lib ketmasin deyotganda, shashidadi-da. Kim bu dunyoda namozga beken bo'lgan bo'lsa, o'shal aytadi, boshqasi ayta olmaydi.